g'oya uchun tirishish, qo'rsaqni to'nglatqu o'rnida ishlatish. Doktor Erkin Sidiq 2026 yili 7 ayning 17 kuni. İlave. Ba'zilaringlar hozirgidek bir vaqtda mening mushundaq yozmalarni tayyorlab, e'lon qilishimning sababini ancha tushunolmayotgan bo'lishinglar mumkin. Birinchidan, kishilar hozir boshqa temalardan bir oz zerikib qoldi. Ikkinchidan, hozir bir qism g'arblik arboblar Xitoy Kompartiya hokimiyati qonunsiz hokimiyat. Xitoy Kompartiyasi jinoyatchi tashkilot. Xi Jinping hozir dunyo xavfsizligi va dunyo tinchligini buzayotgan eng rezil diktatorchi. Yaqinda Amerika parlamenti mushundaq mazmunda bir yangi qaror oldi va Sharqiy Turkiston besilingan zimin deyishga boshladi. Ammo hozir chet eldagi Uyg'urlar eng kuchli datalash qilayotgan tema millatning taqdirini yaxshilash bilan asosan. Munosabatsiz. Men ba'zida men endi 30 yoshga kirgan bir o'smir bo'lgan bo'lsam, millatning taqdirini yaxshilash yo'lida yangi g'oya tanlab, yangi nishon tiklab, qattiq tirishgan bo'latdim deb o'ylayman. Hozir dunyoning o'xshamagan joylarida millat taqdirini yaxshilashni o'zining bir g'oyasi qilib, tanlab tirishayotgan Uyg'ur yoshlar bor. Men ularning hammasini degidek asosan bilaman. Ammo ularning soni nihoyat oz. Millat davosiga yaxshiroq tuhfa qo'shish uchun hozirgacha bo'lgan hayotimda kasbimni tabiiy pandan ijtimoiy panga o'zgartishni 4 qatim o'ylab baqdim. 2 qatim ba'zi qadamlarni elibmi baqdim. Bu haqda keyinchi boshqa bir yozmamda tafsiliyroq so'zlab beraman. Hozir yeshim 68 dan eshib, undaq yo'lni tanlashga kechikdim. Men hozir 25-35 yoshlardagi Uyg'ur yoshlarining ichidan Xitoy Kompartiya hokimiyati qonunsiz hokimiyat, Xitoy Kompartiyasi jinoyatchi tashkilot va Sharqiy Turkiston besilingan zemin deganga o'xshash temalarga tutish qiladigan, vatanni ozod qilib, millatning taqdirini tubdan yaxshilash yo'lidagi ba'zi ulug'var ishlarni o'ziga g'oya qilib tanlaydigan yoshlarning chiqishini bo'lsa bir xalqaro e'tirof qildigan, hozirgi dunyo vaziyatiga yaqindan moslashib ish elib baralaydigan qo'shin bo'lib shakllanishini bakmo arzu qilaman. Mushundaq yozmalarimning ashundaq yoshlarni qattiq tirishishning qandoq bo'ladiganligi haqida ba'zi yangi ideyalar bilan ta'minlashini umid qilaman. Nurg'un kishilar o'zi uchun cho'ng g'oya yoki nishonlarni tiklaydi. Biroq o'z ichidan chiqqan harakatlantiruvchi kuch, o'ziga bo'lgan ishonch hamda zarur bo'lgan sharoit va muhit qatorliqlarning o'ylig'inidek bo'lmasligi ularning irodasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular to'salg'ularga, aniqsizliklarga yoki o'zlariga yaqindan mos kelib bermagan sharoitlarga duch kelganda, ularga g'oya uchun tirishishga to'laydigan badalning qimmati g'oyani amalga oshirishdan keladigan foydaning qimmatidan eshib ketgandek tuyulib, qilayotgan ishida astilab qoladi, to'xtab qoladi yoki qilayotgan ishidan butunlay voz kechadi. Bu g'oya uchun tirishish yo'lidagi eng og'ir mag'lubiyatlarning biridir. Psixologiya va ish harakat ilmidagi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, uzun muddatlik muvaffaqiyat faqat g'oya nishonning sifatiga emas, odamning tez asliga kelish iqtidori, moslashishchanligi, bir ishni odatga aylantirish mahorati va o'zining qobiliyatlarini muhitga to'g'irlash va o'zining kundalik ish harakatlarini nishonga to'g'irlash iqtidoriga bog'liq bo'ladi. Elektr injenerligi kasbida o'tiladigan elektromagnit maydoni va to'lqini deb atiladigan bir dars bor. Bu dars radio to'lqini, televizor to'lqini, yonfon to'lqini va boshqa barliq xabarlashish to'lqinlarining fanniy asosidan tarkib topgan. Bu dars bak muhim, ammo bak qiyin bo'lib, uning dunyoning hamma yerida o'qitish tas, o'rganish tas va ishlatish tas dars degan nomi bor. Men Xinjiang universitetida o'qiganda bu darsni Beijing universitetini bitirgan bir Uyg'ur o'qituvchi o'tdi. Kitobimiz Xitoycha, dars Uyg'urcha. U muallimning fanniy asosi kuchlik, bilimi mo'l,
Ammo elektromagnit do'lqini kasbining ahli emas bo'lib, fakultetda bu darsni o'tadigan boshqa muallim bo'lmag'achqa, bu vazifa mushu muallimga topshirilgan edi. Shunga bu muallim mazkur darsni o'tishda xili qiynaldi. Savoqdoshlarim bu darsni tushunolmay, davomliq norozilik bildirib turdi. Sinfda bu darsga eng yaxshi yetishib mengayotgan kishi men, hamda o'qituvchining xatoligini davomliq tuzitib turdig'ini men bo'lg'achqa, bir kuni muallim "Erkin, kelar qatimliq darsni sen o'tib baqqin" dedi. Men ma'qul bo'ldim. Hamda keyingi darsni so'zlaganda oldi bilan oldingi qatim nima mazmun so'zlanganligini xulosalab, ondan yangi mazmunni so'zlab berdim. Savoqdoshlar men so'zlagan darsni tushunib ma'lidi. Nihoyatda xushal bo'lishdi. Dars oxirlashganda butun sinfdagi savoqdoshlar qattiq chavaq chelib, menga rahmat aytishdi. U chaqda muallim mazkur darsning jini bo'lgan Maxwell tanglimlarini zodila tushundirib beralmagachga, bizdan faqat ashu tanglimalarni yodlab olishni talab qildi. Mavsumlik imtihonimi shu bo'yicha elindi. O'quvchi vaqtimda o'qituvchi bo'lish menga uningdan burunmi bir qatim yuz bergan. Men Aqsu 1-o'ttira maktabning to'liqsiz 3-yilligida o'qiyotgan vaqtimda madaniyat zo'r inqilobining bir parchasi sifatida Mao Zedongning munbarda faqat o'qituvchilar dars so'zlamasin, o'quvchilarmi so'zlab baqsin degan so'zini amaliylashtirish ishi elib berildi. Men bir mazgil matematika darsida o'qituvchining oldida mangdim. Muallim texi o'tmagan bir yangi bobni o'zim o'rganib tugitib, uning hamma mashqlarini o'zim ishlab tugitib mangdim. Bir qatim bizning g'o'ljilik Qosimjon degan matematika muallimimiz darsga kirib, "Erkin, sen mau yangi bobni o'zing o'rganib bo'lding. Shunga sen darsga qatnashmay, sirtqa chiqib o'ynasang bo'ladi" dedi. Biz o'qiyotgan bino 1-o'ttir maktabning o'ttirisi koridorliq. Ikki tarafida sinflar bor birdan-bir binosi edi. Men sirtqa chiqib o'zim yolg'iz basketbol maydonida top o'ynadim. Mening u ishim o'qitish binosining top maydoni bor tarafidagi sinflarning hammasiga ko'rinib turadi. U maydon atrofida mendan boshqa odam yo'q edi. Shu mazgilda maktab meni to'liqsiz 2-yillikqa matematika darsi o'tishga o'rinlashtirdi. Men shunda qilib to'liqsiz 3-yillikning o'quvchisi turib, 2-yillik o'quvchilarga 2-3 oy matematika o'qituvchisi bo'ldim. Men 1983-yili 1-oy Xinjiang universitetini bitirish oldida ma'muriy kadr bo'lmay, o'qituvchi bo'lishni tanlaganda, texi u yillik o'qish bitirish vaqti yetib kelmagan. Shu yili o'qish bitirdigan o'quvchilar xizmatga texi taqsim qilinmagan bir vaqt edi. Xitoy o'lkalarida yangi mavsum 2-oyning 1-kuni boshlangan bo'lg'achqa, bizning fakultet menga elektromagnit do'lqini degan darsni taqsim qilib, meni Shanxay qatnash universitetiga 1 yillik elektromagnit do'lqini bo'yicha bilim oshirishga avatdi. Men Xinjiang universitetini Uyg'ur tili sinfida o'qigan. Shanxay qatnash universiteti Xitoy bo'yicha Tsinghua universiteti. Beijing universiteti qatoridagi eng donliq maktablarning biri edi. Darslar albatta xitoycha o'tildigan bo'lib, o'qituvchi elektromagnit do'lqini degan darsga Amerikada yangidan nashr qilingan bir inglizcha kitobni ishlatdi. U chaqda Xinjiang universitetida mayli Xitoy bo'lsin yoki Uyg'ur bo'lsin bu kasbni biladigan bir odam yo'q edi. Qaytib borgandan keyin bu kasbning ahdisidan men o'zim to'liq chiqishim kerak edi. Butun Uyg'ur diyori tavasida men bu kasbda savol so'rg'idak odamdanmi birarsi yo'q edi. Men Shanxayda 2 mavsum o'qidim. Har mavsumda 3 to'liq kurs o'quvchilarining darsini oldim. Menga qo'yilgan talab normal o'quvchilarniki bilan o'xshash bo'lib, men hamma imtihonlarga qatnashishim hamda ularda layoqatli bo'lishim kerak edi. Men asosni puxta selish uchun normal darslardan boshqa o'zim talab qilib, mening yetakchi o'qituvchim o'tadigan
mikro dolqin texnikasi degan tajriba darsiga yordamchi o'qituvchi bo'ldim. Hamda yozliq ta'til mezgilida Nanjing 720 zavodi deb atiladigan bir harbiy zavodda radar texnikasi bo'yicha 2 oy praktika qilish fursati borligini bilib, shu praktikaga qatnashish uchun Xinjiang universitetiga iltimos sundim. Radarlarning hammasi mikro dolqin signali orqali ishlaydi. Ular osmondagi aeroplanlarni bayqash uchun ishlatiladigan uskuna bo'lib, ko'pincha vaqtlarda harbiy ishlar uchun ishlatilib, paraxod va aeroplanlarning o'zaro so'qilib ketishidan saqlanish uchunmi ishlatiladi. Maktab iltimosimni tasdiqladi. Bu bir pul to'laydigan o'qish edi. Shuning bilan 1983-yili yozda men Nanjingga berib, 2 oy radar texnikasi bo'yicha praktika qildim. Bu zavod 18 chaqliq cho'ng mashinadan 6 mashina u yer bu yerlarga yo'tkab yurib ishlatadigan harakatchan radar ishlab chiqardi ekan. Xitoy bundaq radarlarni Venezuela va Iran qatorliq davlatlarga setib kelyotdi. Zavodning o'zida leksiya angladik va zavodda sinoq qilinayotgan radarlar orqali Nanjing xalqaro aerodromdan uchayotgan va bu aerodromga tushayotgan aeroplanlarni ko'rib turdik. Biz yana Nanjingning zavoddan 50 kilometrdek yiroqdagi bir tog'liq rayonida qurashtirilayotgan radarlarning qurashtirilish jarayonini ko'rishga o'rinlashtirildik. Bu ish 1-2 haftadek davom qildi. Men u yeziga borgan birinchi kuni tushlik tamoq vaqtida yezi bozordan halol tamoq sotadigan birardi tungan tamoqxonasi topolmadim. Shuning bilan amalsiz tushlik tamoq yemadim. Kechda zavodga qaytib berib, tungancha kechlik tamoqimni yeguchilik och qo'rsoq yurdim. O chog'da Nanjingda asosan Uyg'ur yo'q bo'lib, Uyg'ur tamoqxonasi texmi yo'q edi. Shuning bilan ikkinchi kunidan boshlab atiganlik tamoqimga bir chini guruch sho'rpisiga qo'shib, 100 grammlik g'o'r nenidan 5 ni yeb oldim. Odatdagi o'lcham bo'yicha bir kishiga 100 grammlik g'o'r nenidan ikkisi beriladi. Ondan tushlik tamoq yemadim. Shundoq qilib, men qo'rsqimni bir to'nglatqu o'rnida ishlatdim. U chaqda qo'lda ko'tirib oldigan muz sanduqi zodila yo'q edi. Hech kimga hech qanday fikr qilmadim. Hech kimga norozilik bildirmadim. Hech kimdan hech nimani talab qilmadim. Chunki men u yerga tamoq yeyishga bormagan yoki rohat yashashga bormagan. Yoz kuni Nanjing ham nam, ham issiq bo'lib, oqshimi pashidan qo'g'dildigan to'r sanduqning ichida uxlamasak bo'lmaydi. U yerda yashash intayin qiyin edi. Balki bilim elishga borgan. Men hozirgacha bo'lgan hayotimda bundaq ahvollarga ko'p yo'liqdim. Ammo men har qitim o'zimni maqsadning nima ekanligi, nemishqa mushundaq bir muhit va sharoit ichiga kirib qolganligi haqida ogohlantirib turdim. Bilim elish uchun boshqa qiyinchiliklarga qilchi parvo qilmadim. O'zimga faqat o'libli ketmasam, boshqasiga chidishim kerak deb turdim. Bu videoning ovozliq hujjatini Yaponiyadagi G'ayrat Kenji apandi sunniy aql orqali Abduquyum Emin apandimning ovozini do'rab tayyorlagan. Xato o'qilib qolgan joylar bo'lsa, aslidagi maqolaga iltijo qiling. Rahmat.